Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sof.uz raqamli xizmatlar bozori bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda o'z faoliyatingizni qanday qilib boshlashingiz mumkin, o'zi qanday mahsulotlar yuklab sotishingiz mumkin yoki xizmatlarni taklif berishingiz mumkin ko'rib o'tamiz. Bu intellektual mulk mahsulotlar bo'lishi kerak, ya'ni sizni mahsulotlaringiz raqamli ko'rinishda bo'lishi kerak. Raqamli ko'rinishda bo'lgandan keyin u albatta fayl bo'ladi. Ular ilmiy ishlar bo'lishi mumkin, 3D model va interyer dizaynlari bo'lishi mumkin, dizayn shablonlari, veb-saytlar va video darsliklar bo'lishi mumkin. Bularning hammasi albatta fayl ko'rinishda bo'ladi. Mana bu 3 ta asosiy kategoriya, ya'ni 3D model, dizayn shablonlari va veb-saytlar, bular zamonaviy kasb egalari. Ya'ni ular turli xil 3D modellarni yasab sotishlari mumkin, ya'ni yuklab mana shu kategoriyaga yoki dizaynerlar, misol uchun kimdirlar fler yasay oladi, banner yasay oladi, logo, vizitka turli xil demak dizayn ishlanmalarni demak mana shu kategoriyaga yuklashi mumkin. Bu yerda esa veb dasturchilar o'zlarini veb saytlarini yoki boshqa bir qandaydir ilovalarni yasab, yuklab sotishlari mumkin bo'ladi. Video darsligida esa mutaxassislar bo'lishi mumkin, o'zlari qanaqadir qo'llanma qilgan bo'lishi mumkin yoki darslik yasagan bo'lishi mumkin. Ana o'sha video qo'llanmalarni demak mana shu platformaga, ya'ni aynan shu kategoriyaga yuklab sotishlari mumkin bo'ladi. Ilmiy ishlar esa bu eng ommabop kategoriyalarimizdan biri, ya'ni ta'lim sohasida sizning qandaydir faylingiz bor va u kimdirga kerakmi? Marhamat, yuklab qo'ying va u bir necha marta sotilishini davomli kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Keling, bittasini batafsil tanishtirib beraman, qolgani shunga o'xshash bo'ladi. Ilmiy ishlarga kiraman va ilmiy ishlarga mos bo'lgan kategoriyalar shakllanadi. Ular bo'lishi mumkin referatlar, laboratoriya ishlari, taqdimotlar, kurs ishlari, diplom ishlari va hokazo ishlar bo'lishi mumkin. Keling, bittasini tahlil qilib beraman batafsilroq. Taqdimotlarga bosadigan bo'lsam, o'shanga mos bo'lgan qarang, sub kategoriyalar shakllanadi. Mana ayni paytda 66 mingdan ortiq bo'lgan taqdimotlar shakllangan. Pastda ko'rishingiz mumkin, qanaqa mavzuga oid bo'lgan demak taqdimotlar kelib chiqdi. Endi siz ko'ring, biling, misol uchun qaysi biriga siz o'zingizni taqdimotlaringiz bor. Shuni yuklashingiz mumkin bo'ladi. Keling, biror bittasini ichiga kirib, batafsilroq tanishib chiqamiz. Misol uchun, mana buni ichiga kiramiz. Mavzu O'zbekistonda avtomobillar va ularning ehtiyot qismlari savdo aylanmasi tahlili degan taqdimot ekan. Qarang, narxi 10 ming so'm. Betlar soni 16 bet, hajmi 3 megabayt, turi demak, ya'ni fayl turi PPTX holatda. Kategoriyasi taqdimotlar, sohasi pedagogika. Kimdir sotib olmoqchi bo'lsa, albatta shu ma'lumotlar bilan tanishib chiqadi. Mana shu ma'lumotlarni dasturga yuklayotgan paytingiz demak kiritib o'tish kerak bo'ladi yoki dasturni o'zi avtomatik kiritib beradi bu narsalarni. Bu yerda esa o'sha yuklagan mahsulotingizni ko'rinishi, qarang, 16 bet, lekin bor yo'g'i deylik 6-7 sahifasi ko'rinyapti, qolgani ko'rinmaydi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, xaridor sizning mahsulotingizni sotib olish uchun demak ozgincha ma'lumotini beramiz va sifatsiz va logotip qo'ygan holatda bersak, muhimi o'qiy olsin, sifatliligini bila olsin, bo'ldi. Pastga tushsa o'zi e'lon berib qo'yilgan. Ya'ni batafsil, sifatli va logotipsiz ko'rish uchun mahsulotni xarid qilishingiz kerak deb xaridorga biz urg'u beramiz. Demak, sotib olishga majburlaymiz ularni. Pastga tushadigan bo'lsak, ana shu hujjat bo'yicha to'liq tavsifini ko'rishimiz mumkin. Bu mahsulot egasi to'liq tavsif bermabdi, lekin siz mahsulotning to'liq tavsifini yozishga harakat qiling. Juda ko'p, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Va mana bu yerda eng ko'p ishlatiladigan tezkor teglarni ham qancha ko'p kiritsangiz, shuncha mahsulotingiz ko'p sotiladi va qidiruv tizimlari, ya'ni Google, Yandex, Yahoo shunga o'xshagan qidiruv tizimlarida siz mahsulotingiz ko'p ya'ni birinchida kelib chiqadi. Buning uchun siz mahsulotni nomini zo'r, to'g'ri va ko'p qidiriladigan holatda berishingiz kerak va to'liq tavsifni ko'proq kiritishingiz kerak bo'ladi. O'xshash mahsulotlar ham shakllanadi bu platformada. Demak, tushundingiz degan umiddaman. Xuddi shunaqa boshqa kategoriyalarni ham tahlil qilib chiqsangiz bo'ladi. Misol uchun deylik, yana bittasini ko'ramiz. Deylik, kurs ishlari. Turli xil mana 24 mingdan ortiq kurs ishlari bor ekan. Sub kategoriyalarni ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun deylik, matematikani bosadigan bo'lsam, aynan matematikaga oid bo'lgan kurs ishlari chiqib keladi. Biror bittasini ustiga bosadigan bo'lsam, mana qarang, 21 ming so'm. Mana hammasi keltirilgan ma'lumotlari va bu yerdagi ma'lumotlari. Boshqa kategoriyalar ham xuddi shunaqa qilib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Demak, siz mana shu kategoriyalarga o'z mahsulotlaringizni yuklab daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Qancha faylni ko'p yuklasangiz, shuncha daromad ko'proq qilasiz va albatta mahsulotingizni sifatiga urg'uni ko'proq bering. Kelishdikmi? Qolgan kategoriyalar bilan xuddi shunaqa o'zingiz tanishib chiqsangiz bo'ladi.